Salom, bugun sizlar bilan 6 savolni ko'rib chiqamiz. Demak, Ohm qonuni nima va uning mazmunini bilasizmi? Javob esa quyidagicha: o'tkazgichdan oqib o'tayotgan tok kuchi bilan uning ichidagi potensiallar farqining o'zaro bog'liqligini ifodalaydigan qonun bo'lib, 1826-yilda nemis fiziki Georg Simon Ohm tajriba yordamida quyidagi xulosaga kelgan. Ya'ni o'tkazgichdan oqib o'tayotgan tok kuchi o'tkazgichdagi kuchlanishga to'g'ri va o'tkazgich elektr qarshiligiga esa teskari proporsionaldir. Ohm qonuni ikkiga bo'linadi, ya'ni butun tarmoq uchun Ohm qonuni va zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni. Formulasi va birligi quyidagi rasmda keltirilgan. Quyidagi elektr sxema yordamida Ohm qonunini tushunib olish mumkin.